Davom etamiz. Yurtimizda jamoat transporti xizmatidan kuniga 10 milliondan ortiq yo'lovchi foydalanadi. Shu bois keyingi yillarda mamlakatimizda jamoat transporti yo'nalishlari tarmog'ini kengaytirish va harakat tarkibini zamonaviy, ekologik toza avtobuslar bilan yangilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Malika Saidova Samarqand shahrida jamoat transporti tizimidagi yangilanishlar misolida mavzuni davom ettiradi. Bugun Samarqand shahrida aholiga qulaylik yaratish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va jamoat transporti xizmatlarini sifatini oshirish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda yo'lovchi tashish sifatini oshirish maqsadida yangi, zamonaviy va qulay avtobuslar olib kelinib, bugungi kunda shahrimizda 100 ta elektrobuslar xalq xizmatiga yo'naltirilgan. Ushbu avtobuslar ekologik talablarga javob berishi, keng va shinam salonlari bilan yo'lovchilarga qulaylik yaratmoqda. 3 minut, 4 minutda kelib, g'izza kelibdi. Qish qulay, ichi issiq, yozda mana konditsionerlari bor. Mana biz yaqtakkina avtobusga go'xida shunday minib, aylanib tomosha qilib kelamiz. Yangi avtobus, validatorlar o'rnatilgan, hamma narsa joy-joyida, konditsionerlari bor. Kameralashtirilgan avtobuslar hamma tomoni jihozlangan. Juda zo'r mashinalar. O'z vaqtida chiqiladi, o'z vaqtida keyingi oстановkaga borib, eshiklar ochilib, yopilib, hamma narsa o'z vaqti bilan. Bundan tashqari shahar bo'ylab yangi zamonaviy avtobus bekatlari qurilib, yo'lovchilar uchun qulay joylashuvi, zamonaviy dizayni va zarur sharoitlar bilan jamoat transportidan foydalanishni yanada yengillashtirmoqda. Samarqand shahrida bizda 56 ta bekatimiz qaytadan rekonstruksiya qilindi. Biz endi reja qilganmiz, alohida monitorlar o'rnatib bekatlarda o'sha kelayotgan avtobuslarni qaysi vaqtga kelishi va o'sha aholiga xizmat ko'rsatilishini ko'rsatib turadigan marshrutlarning raqamlari ko'zda tutilgan. Shuningdek, yo'llarda tirbandlikni oldini olish, jamoat transportlarida qatnov vaqtini tez va samarali tashkil etish maqsadida avtobuslar uchun alohida yo'laklar tashkil qilingan bo'lib, natijada jamoat transportining harakatlanish vaqti qisqarib, tirbandliklar sezilarli darajada kamaymoqda. Bugungi kunda o'sha aholi o'z manzillariga qisqa vaqt ichida yetib borishlari uchun alohida avtobus yo'laklarimiz tashkil qilindi. Hozirgi kunda biz 12 kilometr masofada shu alohida yo'laklarimiz tashkil qilindi. Yana 2026-yilda biz yana 15 kilometr yo'limizni o'sha alohida yo'laklar tashkil qilishni reja qilganmiz. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.